2026 Chevrolet Damas bu yilgi model oddiy shahar hayoti va kundalik ishlatish uchun juda mos keltirilgan transport vositasi bo'lib, juda ixcham o'lchamda keng ichki makonga ega. Bu avtomobil shaharda harakatlanishda juda qulay bo'lib, tor ko'chalarda va tirbandliklarda boshqaruvni osonlashtiradi. Tashqi ko'rinishi silliq konturlar va zamonaviy detallarga ega bo'lib, uning dizayni oddiylik va amaliy funksionallikni birlashtiradi. Faralar yorqin va energiya tejamkor bo'lib, kechki safarlarda ham yo'lni aniq ko'rishga yordam beradi. Old panel va radiator panjarasi yangi uslubda yangilangan bo'lib, umumiy ko'rinishga o'ziga xos joziba qo'shadi. Salon ichida joy yetarli, o'rindiqlar qulay va uzoq safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Operator paneli haydovchi uchun qulay joylashtirilgan bo'lib, barcha boshqaruv elementlariga osonlik bilan yetib borish mumkin. Multimedia tizimi sodda va amaliy bo'lib, Bluetooth orqali qo'shimcha qurilmalarni ulash imkonini beradi. Telefon va boshqa qurilmalarni ulash va media ekran orqali boshqarish haydovchiga yo'l davomida dam olish imkonini beradi. Konditsioner tizimi salondagi haroratni qulay darajada ushlab turadi va har qanday ob-havoda yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. 2026 Chevrolet Damas dvigateli o'z sinfidagi transport vositalari uchun samarali va yoqilg'i tejamkor bo'lib, harakatlanishni silliq va nazorat ostida ta'minlaydi. U shahar tirbandliklarida ham tez javob beradi va silliq tezlanishni beradi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yumshatadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'lovchilar uchun yo'l bo'ylab safarni yanada yoqimli qiladi. Avtomatik uzatma qutisi kundalik hayotda boshqaruvni sodda qiladi va haydovchiga optimal tezlikni tanlash imkonini beradi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada bo'lib, ABS, barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari kabi elementlar mavjud. Parkovka datchiklari va orqa kamera orqa tomonda to'siqlarni aniqlaydi va to'xtashni osonlashtiradi, ayniqsa tor joylarda bu juda foydali. Mustahkam karosseriya tuzilishi yo'l harakati xavfsizligini oshiradi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Bu xususiyatlar oilaviy foydalanish uchun qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Bagaj bo'limi yetarlicha joyga ega bo'lib, kundalik xaridlar yoki sayohat buyumlarini sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk hajmini oshirish mumkin va bu uni yanada amaliy qiladi. Shovqinni izolyatsiya qilish salondagi jimlikni saqlaydi va uzoq safarlarda ham qulay bo'ladi. Videoni tomosha qilayotganda avtomobilning barcha funksiyalarini diqqat bilan ko'ring va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni eng yangi avtomobil sharhlari va batafsil tahlillar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi modeli haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat sizlarga tomoshabinlar, biz bilan bo'ling.